Bilarmidingiz? Xazina izlovchilar yer ostidagi qimmatbaho toshlarni qanday topishadi? Buning uchun ular juda qiziq bir qurilmadan foydalanishadi. U hatto tog' jismlaridagi eng kichik o'zgarishlarni ham sezib, qimmatbaho minerallarni qayerda bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu usul orqali ko'plab qidiruvchilar opal topishadi. Opal tashqi ko'rinishidan oddiy toshga o'xshashi mumkin, ammo unga yorug'lik tushganida ichida bir vaqtning o'zida o'nlab ranglar jilovlana boshlaydi. Shuning uchun sifatli opallar juda qimmat turadi. Ayrim noyob opallar hatto xuddi shu og'irlikdagi oltindan ham qimmat baholanadi. Ammo opaldan ham noyobroq va qimmatroq minerallari bor. Qizil beril. U shunchalik kamyobki, taxminan 150 ta olmosga bitta qizil beril to'g'ri keladi. Eng qizig'i, bu tosh butun dunyoda atigi bir necha joylarda topiladi. Endi savol, sizningcha 1 karat qizil beril qancha turishi mumkin? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.